Assalomu alaykum obunachilar. Xo'razni sotuvga qo'yapman. O'zimdan chiqib qol jo'jalardan xo'razlar. Shuning uchun bu endi ochiqcha endi 250 ming deyapman. Manzil Andijon viloyati Xartum. Kelarasizlar. Ustida xayrini qilib beramiz. O'zim jo'jalardan xo'razlari chiqib qoldi. Ana sotib olaman. Toza, o'zim vaqt katta qilganman mana. Go'zal xo'raz polvon. Kelarasiz. Kilosini bilmayman endi. Ushab ko'rmaganman, shu hovlimizda yuradi orqada. Bog'da. O'ta go'zal xo'raz. Rangi ro'ylari ham mana tiqil, tiniq. Hozir bitta tuxumni chaqib yedirardim o'zim. Ko'ryapsizlar mana. Xashak tovlar qo'ysanglar ham bo'laveradi uyda baqqani, bola olgani. Go'zal xo'raz, xohlagan so'yib yeyveradi. Go'shtini puli 3-4 kilo bo'lsa kerak, yana bilmadim. Ushab ko'rasizlar. Aloqa chiqarasizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Mana. Hokiza xo'raz.